aslida sizlarga zo'r yangiligim bor. Bu markazimizdagi shogirdlarimizni yig'ib paxpa qo'ylagani boramiz bugun. Jigarlar, mana kiryapmiz, xudo xolisa. Assalomu alaykum. Xudo xolisa, xudo nasib qilsa o'yinimiz boshlanadi hozir. Binoga kiryapmiz. Xo'sh do'stlar, yakshanba kuni dam olish kunidan foydalanib, hammani vaqti borligida shogirdlarimni olib 8 kishidan 4 kishi Javlonbek bilan, 4 kishi men bilan xullas boshladik. Epikirovkani berishar ekan, ya'ni ustvosh, boshlandi taqaratqur sola-sol juda ham qattiq og'rir ekan teksa. Bu Toshkent shahrida ekan. Reklama qilmayman, to'g'risi. Chunki o'zimizni pulimizni to'lab, o'zimiz shug'ullandik. Shogirdlarga hech qanaqa skidka ham qilib berishmadi. Iltimos qildim, reklama qilib beraman dedim, lekin yo'q deyishdi. Men dedim, butun O'zbekistonda mashhur bo'lgan svarshikman, butun O'zbekistonda mashhur bo'lgan blogerman. Meni juda ham ko'p odam kuzatadi, chunki men deganimga qaramasdan skidka qilib berishmadi va bizni bu joyga borib qilgan rasxotimiz $200 dan oshib ketdi. Ha mayli. Asosiysi shogirdlar mazza qilishdi. Biz mazza qildik. Asosiysi esdalik bo'lib qoldi. Ustozimiz olib borgandi, Svarka o'quv markaziga borganimizda shunaqa narsalar bo'lgandi deb butun umr eslab yurishadi. Nima dedinglar? Endi lokatsiyaga keladigan bo'lsak, lokatsiya Toshkent shahrida ekan. Bizni o'quv markazimizdan uzoqda emas. Hammamiz keldik. Soat bilasizlarmi, soat 4 da kelish kerak edi. Shogirdlar kech keldi, lekin shunga qaramasdan 2 soat vaqtimiz bor edi. Shunga qaramasdan bemalol o'ynashga vaqt yetdi bizga. Chunki 200 o'q berishar ekan, shogirdlar yana pul to'lab olishdi. Maza qilib pax-pax o'ynadik, lekin emotsiyaga gap yo'q. Chunki men hayotimda bunaqa joyga bormaganman va shogirdlarim ham bormagan ekan. Lekin bu kalorit, bu muhit, bu avtomatlar, bu o'qlar endi gapirsa gap ko'p azizlar. Xullas, biz vaqtni zo'r o'tkazdik. Xo'p, jigarlar, o'yinimiz tugadi va razbor boshlanib ketdi. Я могу продолжать работать, понимаете? Ну, вы же не считали. 3-0. 3-0. Красавчики. И смотрите, счет по попаданию у вас 27-22, уже в пользу желтой команды. По килам. Нет, попадание, ну, хорошо. Ну, все равно, игра кто победил? Основной счет по флагам. Да. Да. Поэтому побеждает черная команда. Не, по флагам считали же мы. Вы сами сказали по флагу, правильно? Не по флагам. Нет, давайте послушаем внимательно это старшего. Черная команда со счетом 3-0 побеждает. Красавчик, супермен. Спасибо. Sotilgan, sotilgan. Все по-честному. Biz bilgandik, biz kutgandik vakillar kelishini. Shuncha pul bersam baribir bizni yutqizdik. Pul hal qilmas ekan do'stlar, pul hal qilmas ekan. 10 metr demagan ekan. Qani qo'lingizni ko'rsating. Ko'karga. Qani? Mana qo'llari ko'karib qolgan. Qani. Voy. Yaxshigina tezlar ekan. Manikini ko'taringchi mana bitta. Kimning kaliti? Yo'q, maniki. Unchalik emas. Qoraga balo ham urmaydi. Yomon tegdi lekin bor. Gap yo'q. Qani sizga ham tegdi? Bor ekan. O'qda ekan. Qatga. Menga ham cho'tki tekkan. Eng qizig'ichi berdik. Mana yomon ko'tarar ekan. Turishimizni qaranglar-da, ha? Mazami? Emotsiya qorayib qolgandan qarang aka buni. Yaqindan deydi-da. Soppa sog'im men ekanman. To'g'risini ko'rsataymi? Gap bo'ladi. Oyoqqa ko'p deydi-a? Ha, tutib Xo'p, azizlar, mana hozir qaytdik. Kun juda ham zo'r o'tdi. Hech qancha ham vaqt o'tmadi. Lekin ancha yarim soat, qancha 1 soat ochdik? 1 soat? Yo'q, 1,5 soat. 1,5 soat. 1,5 soatda shunaqa mazza qildik, va shu zo'r bo'ldi. Tilimiz osilib qoldi. Ha, endi og'riqlari aytaverish ketgan joylar shunaqa og'riyapti. Ko'rsatib qo'ya qoling. Mana og'riqlar. Bo'ynini ko'rsat. Ha, bo'yningizni ko'rsat. Интересно. Shunaqa. Lekin zo'r. Nima deydi? Interes, qiziqish. Eng muhimi hali bunaqasini hech kim qilmagan. Va biz mazza qilib vaqt o'tkazib qaytdik. Shogirdlar ketdi. Mana biz ham hozir qaytyapmiz. Hammaga sog' salomatlik, hammaga omad. Kuzatishda davom etinglar.